yerda biologik preparatimizning eng kuchli mohiyatli ishlatish joyi shundaki, bug'doyda xasma, zamburug'li bakterial kasalliklarning ko'p yapishib, uni sut bo'lgan vaqtida haligi donni ichib qo'yishi hisobiga hosildorlik 50%, 60% zamburug'li bakterial kasalliklar tomonidan puch bo'lish, vesini kam bo'lish holatiga olib keladi. Rosa fermer dehqon mineral o'g'itlarni beradi, selitr azotlarni beradi, lekin ko'zga ko'rinmas biologik zamburug'li bakterial kasalliklarimiz u ko'zga ko'rinmaydi. U o'zini ishini o'sha donning ichida bajarib qo'yadi. Puch bo'lib qoladi. Bu mahsulotimizni ishlatgan vaqtda zamburug'li bakterial kasalliklar 100% yo'qolgandan keyin bug'doy o'simligi bemalol 100 sentinerdan oshadi. 120, 130 sentiner. Undan ham ortiq bo'lishi mumkin. Lekin bugungi fermer yangi agrotexnologiyaga vijdonan yondashishi kerak. Endi eski nimalar, SSRdan qolgan agrotexnologiyalar, ularda hammasi sekin-sekin yangi texnologiyaga, yangi manaqangi yangiliklar chiqishiga fermer ishlatish kerak. Shuning uchun bu yil mana bug'doyga ishlatgan joyimizni hali qaytamiz, yana unga ko'rsatamiz. Bug'doyni 120-130 sentiner bo'lganini ko'rsatamiz. Bug'doy o'rimi vaqtida, o'sha vaqtda yana gaplashamiz.